Google'ga kirdim va qidirish tizimiga terma jamoadagi debyut uchrashuvida gol urgan markaziy himoyachilar deb qidirdim. Lekin afsuski, yoki Google menga ojizlik qildi yoki bo'lmasa rostdan ham futbol tarixida yo'q. Bor ekan bitta, u ham bo'lsa Robert Lewandowski faoliyatini markaziy himoyachi sifatida boshlab, o'sha debyut uchrashuvida gol urgan va shundan keyin u ham markaziy hujumchiga aylanib ketgan va bu rekordni bizni vatandoshimiz, bizni terma jamoamiz vakili Jahongir O'rozov yangilayapti, o'rnatyapti. Men bitta narsani aytaman, Jahongir O'rozovning Gabonga qarshi debyuti nafaqat o'sha gol bilan eslanadigan, balki butun qahramonliklar bilan eslanadigan va qolganlar bilan solishtirganda tarozisini pallasi og'irroq keladigan bo'lyapti. Sababi butun uchrashuvda u Husanovning yo'qligini bildirmadi. Yusupovning xatosini yopdi, qolganlarni pozitsiyasini ushlab berdi. Ochiq darvozalar bo'ldi, gol urdi deb boshimizni changallagan holimizda O'rozov to'pni olib chiqyapti. Seyflar darvozabonlarda bo'ladi, biz ularni bot-bot ta'kidlaymiz, parvoz qildi deymiz, lekin himoyachilarning seyflarichi, umidsiz vaziyatlardan olib chiqqanichi, bular alohida gapirilishi kerak va O'rozov terma jamoada debyutini fantastik darajada o'tkazdi. Shu qadar ajoyib himoyachimiz bor ekan, bizni terma jamoamiz qolgan hujumkor jamoalarga qarshi bemalol hadisiramasdan maydonga tushishiga sabab bo'ladi.